Zamin film kinostudiyasi bilan hamkorlikda Jahongir Poziljonov o'zining yangi kinokomediyasini suratga olish ishlarini boshlab yubordi. Filmimizning nomi Sevaman dedimmi, Sevaman deb nomlanadi. Ya'ni bir har doim e'tibor tushgan bo'lsa, o'jar qiz nima to'g'risida ko'p filmlar bor, lekin o'jar bola haqida bu, bitta narsani maqsad qildimi, qaytmaydigan bola to'g'risida. Filmda Jahongir Poziljonov, Zarina Nizomiddinova, Abdurahim Abduvahobov, Muqaddas Xoliqova va Javlon Sholimovlar suratga tushmoqdalar. Prodyuser Jamol Oripova. Eng qiyin sahna bu uy sahnasi bo'ldi. Abdurahim akam Abduvahobov bilan ko'p nima bo'ladigan sahnalar bor. Endi o'ta jiddiy rolda, jiddiy bir obraz bo'lgani uchun men ko'proq komediyada o'ynaganimga ozgina qiynaldim. Lekin Abdurahim akam o'rgatib menga ancha qanaqa holat, shu narsalarni o'rgatuvdilar, ancha o'rgandim. Men aytdimki, teatrga ko'p oldingiz kelib tursam maylimisan, bemalol dedilar. Hozir shu ko'rish sahnasi qiyin bo'lyapti dedi. Chunki bu yerda masofga ko'pchilik bitta nimada olinadigan sahnada, bitta dublda olinishi kerak bo'lgan sahna, o'shaning uchun sal qiynalyapmiz. Bu xaylash bo'lib ko'radi, to'g'rimi? Film komediya janrida suratga olingan bo'lib, sevgi, muhabbat, shijoat va qat'iyat ortidagi go'zal baxt haqidadir. Jahongir aka bilan ikkinchi marotaba birga rol ijro etganman. Lekin ular bilan juda ham qiziq rol ijro etish, o'zlari juda improvizatsiyaga boy aktyorlar. Shunaqa qilib bizga ham yordam berib o'rgatib turadilar. Ustoz sifatida ham. Filmda bosh qahramonimiz ismi Asal bo'ladi. Juda quvnoq, xushchaqchaq qiz. Film komediya. Shunga ham o'ylaymanki, tomoshabinlar meni boshqa qirralarimni ko'rishadi. Premyerani olamiz.